Yurtimizda yoshlar uchun keng imkoniyatlar eshigi ochilgan. Ayni kunlarda ayrim yoshlar bunyodkorlik va yaratuvchanlik yo'lini tanlash o'rniga aksincha xorij filmlaridagi uydirma kriminal olamdagi zo'ravonlardan o'rnak olib, o'zini qonunlarga bo'ysunmaydigan, bundan tashqari yoshlar o'rtasida turli muammolarni ko'cha tartibida hal qiladigan shaxs sifatida ko'rsatishga urinish holatlari kuzatilmoqda. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida Xorazm viloyati hududida yashirin va uyushgan jinoyatchilikka moyil, o'z atrofida qonunsiz ko'cha muhitini shakllantirib, fuqarolarni qo'rqitish va zo'ravonlik orqali nazoratda ushlashga urinib kelgan bir guruh shaxslar qo'lga olindi. 1996-yilda tug'ilgan, Urganch tumanida yashovchi, tanishlari va yoshlar o'rtasida Jommi Darital laqabi bilan tanilgan Ahmedov Jamol Maratovich Urganch shahar markaziy dehqon bozori hududida Urganch shahrida yashovchi, 1998-yilda tug'ilgan yigitni yo'lini to'sib ushlab, turli bahonalarni ro'kach qilib, ushbu yigitni hech qanday sababsiz tanasining turli joylariga urib, tan jarohati yetkazib, bezorilik jinoyatini sodir etgan. Jabrlanuvchining ichki ishlar organlariga qilgan murojaati bo'yicha surishtiruv boshlangach, mushtumzo'r bezori jabrlanuvchiga ruhiy va jismoniy bosim o'tkazishga uringan. Shundan keyin Jamol Ahmedov tezkor xodimlar tomonidan ushlangan va shu yerning o'zida uning yonlari ko'zdan kechirilganida og'irligi 3 gram bo'lgan marixuana giyohvandlik vositasini qonunga xilof ravishda yonida saqlab qo'yganligi ma'lum bo'ldi va tegishli tartibda ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi. Keyingi holatda 1997-yilda tug'ilgan Bog'ot tumanida yashovchi Matsapayev Artur Begandik o'g'li, laqabi Malish, ilgari bezorlik jinoyati uchun sudlangan bo'lishiga qaramasdan, bundan o'ziga to'g'ri xulosa chiqarib olmasdan, sportning boks turi bilan shug'ullanib kelayotganligini boshqalardan jismoniy ustunlik sifatida baholab, 18-yanvar kuni Bog'ot tumanida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan yigitni yuzma-yuz gaplashish uchun oldiga chaqirganida, kelmaganligini sabab qilib, uni yashash xonadoniga borib, erkiga xilof ravishda uyiga kirib, uni tanasining turli joylariga urib, qasddan jarohat yetkazib, bezorilik jinoyatini sodir etgan. 1991-yilda tug'ilgan, Xiva shahrida yashovchi Farhodbekov Rasulbek Farhodbek o'g'li, laqabi Rasul Qilich, kirakashlik bilan shug'ullanib kelgan. Uning zo'ravonligi shu darajaga yetganki, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan, o'zidan yoshi kattalarga hurmat ko'rsatish o'rniga ularga o'zining kuchini ko'rsatib kelgan. U joriy yilning 13-yanvar kuni o'ziga oldindan tanish bo'lgan Xiva Urganch yo'nalishida kirakashlik qiluvchi 1984-yilda tug'ilgan erkakni boshqaruvidagi transport vositasi bilan ta'qib qilib, uni yo'lini to'sib to'xtatib, avtomashinadan tushganidan keyin tanasining turli joylariga urib tepib, qasddan jarohat yetkazgan. Bu paytda ular o'rtasidagi janjalni to'xtatish uchun kelgan 1981-yilda tug'ilgan erkakni ham nima uchun meni ishimga aralashasan degan bahona bilan yuziga qo'li bilan bir necha marotaba urib, unga ham qasddan jarohat yetkazib, bezorilik jinoyatini sodir etgan. 3 ta holatda ham o'zidan ko'cha yasab olgan mushtumzo'r bezorilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi bilan, Jamol Ahmedovga esa qo'shimcha ravishda 276-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Gumondorlar ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Hurmatli yurtdoshlar, agar siz yuqorida nomlari keltirilgan shaxslardan biron bir tarzda jabrlangan bo'lsangiz, ichki ishlar organlariga murojaat qilishingizni so'raymiz.